Bu dachamizda eng yoqqan joyi mana shu xonamiz bo'ladi. E'tibor berib qo'yinglar. Eng halol pokiza dachaga kelganmiz. Я хочу белый дом, голубые ставни и комнату с видом на реку, чтобы я могла рисовать. И еще что-нибудь? Да. Я хочу, чтобы весь дом опоясывала веранда, где можно пить чай и смотреть на закат. Будет. Ты мне обещаешь? Обещаю. Hoca aka, qarang, 2 etajli high-tech dachamizga kelganmiz. Qumsondan dacha so'radingiz. Avrani ko'ryapsizmi? Dubay olib kelib qo'yishgan. O'zidan Toshkentga Qumsonda 4 ta palmani ekib qo'yishibdi, ham chiroyli qilib basseynlarni qilib qo'yishgan. 6 ta sanuzel, 5 ta spalni. Shu go'zal dachaga kelganmiz. Dachani ko'rsangiz hali ko'p narsalari bor, sizga ko'rsatib berishim kerak. Vobshe hech kim yashamagan. Hoca aka, mana bunaqa prirodada, mana bunaqa manzarada mazza qilib qolibdi, o'ynab. Charchamasa ham kerak bu toza havoda. Chiqqandan keyin qarang, mana bunda shunda ma'lumotgacha. Manganli zona, shashlik. Qoptoni tepib, shunda pastga tushgan yana letniy ko'klik, bisetka. Duogo'ylarimiz ham shu o'tkazib qo'yay. Manganli zona qarang. Ikkitalab qozon, shashlikka barbekyu. Go'zal joy ekan. Duogo'ylarni o'tkazib qo'yib, otda o'zingiz tayyorlab, mazza qilib, o'tdan chiqib, mana shunday bisetkamizga kelgan, bisetkani qarang. Original bisetka qilib qo'yishdi. Bisetkada shunday o'tirganda mazza qilib dachamiz bekorga yengilganman, qarang. Hoca aka, ustunlar qimmatini qo'yib qo'yibdilar. Mana bu toshlarni qarang. Yemil texnikani qo'yib, firmani qarang. Zal bor, vobshe go'zal. Kirganda xo'lli qarang, zal qismimiz. Vobshe go'zal. Televizor 75 talik katta. Bekorga aytmayapman, yengil. Ashunani qarang, kattaligi. Bu dachamizda eng yoqqan joyi mana shu xonamiz bo'ladi. E'tibor berib qo'yinglar. Eng halol pokiza dachaga kelganmiz. Finskiy sauna. Vobshe yorib olgan ekan. Turetskiy saunamiz. Basseynda qarang, go'zalligi. Mana qarang, tosh. Chiroq bo'lib yonib turibdi. Hoca aka, 5 ta spalni, 6 ta sanuzel, karaoke, kinoteatr, bilyardli zona, balkon. Avralarni ko'rdinglar? Hamma narsasi ichida navorot $650,000 deyishyapti. Mana shu nomer, egalarning nomeri, sunnati bor, zo'r dachali bo'linglar, aloqaga chiqinglar.